Muşu yılı may ayida Almatı şəhərində Uyğur xalqı üçün əstin çıxmas vaqiya yüz berdi. O bolsumu səhnələşdirilən Məngülük Məşrəb konsertinin vətnimizə qədəm təşrif qilishidir. Məzkur konsertdə xalqımızın urf-adətləri, mədəniyyəti çoğ görünüş tapdı. Topalayev komandası bu xoşallıqni texmi yoritish maqsadida huzurlarga tövəndəki alayida reportajni tavsiya qilmoqchi. Endi mundaq çoğ məşrəb şu Almatada birinci qıtım anlavatdığımız birinci qıtım bovatıdı məşrəbdə. Bu bizning ata-bovalarımız öz vaqtidaşlıq məşrəblərni oynayıb diken hazır muşular unutulmasın deb bizning qarindaşlarımız muş məşrəbni epkəgə nəyət xoşal. Bu qıtım yaşlanmacıq keldi. Bu məşrəbni daim görüş kerak bizga yaşlar görüş kerak. Avlatdan avlat qaldırgan iş bu. Məzkur xəbər xalq içində çoğ təvirniş hasil qılğaç, konsertqa köplügən tamaşibinlar qədəm təşrif qildi. Endi məşrəbni yaxşı köpəydigan, yo'qolmaydigan bo'lish kerak. Endi məşrəbni hamımız har qandaq bizningki bu məşrəb degan bu qadimiy tariximiz, bu bizning madaniyatimiz. Meningcha bo'lsa ben Uyg'ur degan odamning hammasi məşrəbni yaxshi ko'rdi. Məngülük Məşrəb az vaqt ichida tomoshabinlarning cho'ng olqishlarga ega bo'lib, ko'plagan mukofotlarga erishdi. Necha vaqtdan beri mushu Məşrəbga bosh rejissor bo'lib keldingiz? Shundaq. Men bu Məşrəbni səhnələşdirgili bu yıl 4-cü yıl bo'ldi. Biz 2013 yılı men bu Məngülük Məşrəb keçiligiga bosh rejissor bo'lib, bizningki mushu Cungo Şinjan'da ötküzülgen xalqaralıq milli usul bayramıga qatnashib, bu bizning Məngülük Məşrəb keçiligimiz yuqori mukofotga erishgan. Yana 2013 yılı 11 ayda bizning mamlakatlik Nilufar usul musobaqasiga qatnashib, yana eng yuqori 6 mukofotga erishdik hamda 6 xil yuqori mukofotga erishib, mamlakat bo'yicha eng jiq mukofotlangan avtonom rayon bo'lib baholandik. Endi bu usulluq teatrda Məngülük Məşrəbdə mən yəngilərinin rolunu olub çıxıbatman. Bununda başdan axır şu bu bax tug'ilgandan boshlab oxirigacha buningdagi tushundirish. Masalan, yanga biz so'z orqali ifodalaymiz, tekstimiz orqali, qolgan artistlar usul, harakat orqali ifodalab berdi. Biz o'zimizningki til orqali ifodalab beramiz. Shu orqali bizning Uyg'ur xalqininki Məngülük Məşrəblərini har qaysi məşrəblarni asos jihatdan to'liq ifodalab berdik. Qizim, uying pokiza, ratlik bo'lsin. Ballaringni eringga, eringni ballaringga amroq qil. Ballarni söydigan erlar insofli bo'ladi. Men bu Məngülük Məşrəbdə özümning mush kichikda tug'ilib, kichik vaqtim bo'lib, cho'ng bo'lib, o'zim cho'ng bo'lgan rolni o'zim o'rindim. Buningda bilim o'rganma, muqam o'rganma, o'rganib bo'lgandan keyin kichigimda bilib cho'ng bo'lgan shu qizlar bilan, bilib cho'ng bo'lgan shu qizlar bilan men o'rma, o qizlar üzüm şu bir bağның içinde muhabbet işlep şununla ben toy teklif koyup toyumuz buldu bu gecelikte. Toyumuz bulup ikimiz muhabbet işlep toy kılımız, toy kılıp yeni bir avlat koyup yeni bir avlat tapşırımız Məngülük Məşrəb. Aslında bir jaryan var da bununda. Men bo'lsam shu Məngülük Məşrəbdagi shu kichik qizniki cho'ng vaqtdagi bosh rolini o'ynaganman. Biz bu Məngülük Məşrəbni o'rinlash jarayonida filolog ishimiz shunchak jafoliq mashqlarni olib bordik. Masalan, ishimizning yangi tunishdan vaqtdagi muhabbat bilamdi. Kichigimizdan tortib cho'ng bo'lganki jarayondagi muhabbat jarayonida men to'y taklif qo'ydigan vaqtlardagi usullar bilamdi. Ishimizning qo'sh kishilik usullar bo'libmi, harakatimiz chuqur bo'lishi kerak. Nafas bir-birimizga aşıqlıqni çoxum hareketimiz bilan ifodalaymiz-da. Bu usul badanning til bo'lg'achqa. Assalomu alaykum, Almataga xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Bu asarda siz qanday rol o'ynaysiz? Bu asarda mening rolim mushu filmda Məngülük Məşrəbdagi bir yangining rolini olaman.
yenge deganimiz shu to'y qilib 1-2 yil bo'lgandan keyingi bir qizdan cho'ngroq, ish cho'ngroq bir ishlarni o'rgatadigan mundaq bir boshlovchi yengening roli. Almatıga birinchi qitim kelib o'yin qo'yishim, men bu yerning tomoshabinlari shundoq qizg'in, shundoq bir mehribon, menga bir hissiyot berdi. Shundoq sahnada chiqib biz shundoq olqishlarni anglagandan keyin texim ruhlanib, o'zimiz shundoq rolning ichiga kirib, bizning shundoq yaxshi rollarni yaxshi o'ynashimizga bir turtki bo'ldi. Men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Qaraqishda o'sgan paysa ko'klab ketildi. To'qqiz qizga livan qizchaq ay bo'lib ketildi. Ta'kidlab o'tish kerakki, ushbu konsert diyorimizda 8 qitim namoyon bo'lib va har qitim esil ta'sirotlarni dilimizda qoldirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu mashrabda sizning rolingizni aytib bersangiz? Men Mangulik mashrabda men bir hajviy rol olaman. Arliqda men bir igiz xotin bilan men ishga bo'lsam bir xil komediyalik bir rol borda. Shu qiziq yerda siz kanda? Shunda qiziq rol olaman. Ben bu qitimki Mangulik mashrab bu kechilikda mashrabniki Mirshab rolini o'ynaydi. Mangulik mashrab kechilikni tayyorlab vatanimizniki Pekinda qo'ydik, Urumchida qo'ydik, hamda Qozog'iston Jumhuriyatiga kelib Qozog'istondagi qarindoshlarga sunyapmiz. Esingda bo'lsin. Men nima ish qilsam shuni qilsa, juma. Bo'ladi, Mirshab. Alam achindi. Voy mening qilin yuzim. Voy mening qilin yuzim. Voy mening yana bir qilin yuzim. Mening yana bir qilin yuzim. Voy mening mana panoq burnim. Mening panoq burnim. Voy mening mush to'ymaz ko'zim. Mening to'ymaz ko'zim. Bu mashrabda siz qanday rolni o'ynaysiz? Men bu mashrabda bosh personajning kichik vaqtidagi qiz vaqtini olaman. Bu mashrab tunç qitimdan boshlangandan boshlab hozirgacha men shu kichik vaqtini o'zildirmay hozirgacha kelyapman. Jami 3 yildek bo'ldi. Men mush mashrabda shu bosh personajning kichik vaqtini o'ynayman. Ölümdek bir güzel yar yok. Bilimden Bizning rolimiz mashrabniki nag'michilari, angbak muzikchilik bularga jo'shqin bir xil. Shu muzikani chapagan bular o'ynaydi-da endi. Bu da bir biz bu Qozog'istonga necha qitim keldik. Bu da mening bir 3-qitim kelishim. Lekin biz bu Almaty Qozog'istonga kelib, qozoq qarindosh, Uyg'ur qarindoshlarga o'yin qo'ysak, shunchalik g'adiqimiz chiqdi. Bularning qizg'inligi, bizni bu qarshi elishi, bizni o'yin ko'rishi bizni bak xo'sh qildi. Mazkur Mangulik mashrab Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Xinjiang san'at yurtining 5 o'migidan qurilgan bo'lib, birlashib ishlangan. Qozog'istonga kelgan artistlarning soni jami 80 dan oshidi. Bu asarda men kesib teatr rejissyorlik xizmatida bo'ldim. Endi buni tushuntirishdan avval Uyg'ur mashrablarga azroq aniqlik berish kerak. Bizning Uyg'urlar o'ynab kelayotgan mashrab hamda cho'nliqdan aytganda mutaxassislarimiz muqomning onasi deb nom berdi. Chunki muqomlar paydo bo'lgan vaqtda chunki not yo'qda. Shuning uchun shunday avloddan avlodga mashrab o'ynash orqali mashrablarda muqom naqshlari aytilish orqali bugungi kunga kelgan deb qaraydi. Hamda bizning mashrab ayni vaqtdagi uslubning o'zida hozirgi bizning konsert uslubida uningda itotlar bor, uningda naqshi bor, usul bor, ayrim muzika bor, mana shunday bir xil shaklda ardishib kelgan konsert shaklida. Shuning uchun mushqati Mangulik mashrab deb nom qo'ydik. Bu mashrabda shu zodi Turpan mashrabi, Qumul mashrabi, El mashrabi, Qashqa, Xotan qatorliq hamma jutlarning mashrablarida o'ynaladigan vakil xarakterli asarlarni chiqardik. Qozog'iston diyarındagi tomoshabinlarimizga yurak so'zlaringiz bo'lsa, aytsangiz bo'ldi.
Assalomu alaykum Qozog'iston diyoridagi azizlar, yaxshimisizlar? Biz shu bir necha kun Mangulik Mashrab konsertini qo'yish jarayonida intayin xo'shallikqa erishdik. Chunki Qozog'iston diyoridagi bizning Uyg'ur qarindoshlar, shundaqla har millat qarindoshlar kirib ko'rgandan keyin bizning his qilganimiz qarindoshlarimizniki san'at numurlaridan huzurni saviyasi intayin yuqori. O'zimizning an'anaviy so'zlangan shundaq yaxshi bir kechilikni ko'rgandan keyin intayin hayajonlanib, artistlarga, barliq ijodiyotchilarga rag'bat berib, chavoqchab bizga cheksiz hurmat bildirdi. Shu ekran dan foydalanib, men har qaysingizlarga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Shundaqla teningizlarning omon bo'lishiga, qilayotgan ishlaringizlarning o'ngishli bo'lishiga, shundaqla barliq kasbinglarningki barakatli bo'lishini tilayman. Rahmat. Anvar aka, bu mashrabni sahnalashtirilgan, teatrlashtirilgan bo'libdi. Bu mashrabni yasash uchun nima sabab bo'ldi? Uyg'urning mashrab o'ynagan uzun yillik tarixi bor. Bizning nurg'un san'atlarimizningki bushkin mashrab deymiz. Chunki hamma narsa bizningki egallagan material qaraganda nurg'un san'at jarayon san'atlar mashrabdan kelgan. Naqshat, drama, usul ko'plagan shu turlar mashrab o'ynab shundan chiqqan. Bu kechilikni intayin yaxshi akilibsizlar. Endi kelgusida yana bir planlar bormi? Albatta bor. O'zingiz bilasiz, bir 2 yilning oldida siz mendan ziyorat qilgandingiz, men sizga javob bergan. Biz yana kelamiz, yaxshi asarlarni deb. Xudo makichlikka keldik. Bizning yana planlarimiz bor. Hozir yana bir qatim Sadirlardan deyishyapmiz. Yana bir qatim bundan cho'ng bir kechilikni tayyorlab kelib Qozog'istondagi xalqimizga taqdim qilmoqchi. Участие в организации этого проекта изначально, естественно, мы начали это намного раньше, чем знали наши уважаемые зрители. Это Уйгурский культурный центр и женский фонд «Джанан» при содействии мецената Садридина Ахатова, который тоже является членом Уйгурского этномадният Марказы. Вот. И это как бы сообща организовывалось. Я как зампредседателя сообщества «Парвас» взял функцию на себя по рекламе, раскрутке концерта, какие-то там организационные вопросы тоже решал. То есть мы с головой ушли в подготовку. 3 дня концерта во Дворце Республики с аншлагом, все 3 дня полные залы. Концовка такая, очень такая мощная, когда весь зал встает и стоя аплодирует минут 5-10 нашим артистам. Это как-то такое непередаваемое ощущение. Я думаю, это не последний приезд этих артистов. Я думаю, в дальнейшем будет больше укрепляться эта дружба, связь между двумя государствами. И вот эти культурные обмены войдут как бы в привычку, в какую-то колею, в которой будем постоянно обмениваться. Наши артисты туда поедут, их не сюда приезжают. То есть это такая уже государственная политика, она есть, идет, прослеживается. Этот концерт задел чисто какие-то внутри, какие-то нити национальных чувств, там, достоинств наших, вот нашей нации уйгуров, да, это прослеживается. Многие плакали, я видел, прослезили. Ну, это, опять же, слезы были радости, да, что вот такой концерт, и каждый сопричастен. Я же, как повторюсь, это как бы исторический момент. Вам спасибо, ребята, за то, что вы делаете. Удачи вам, успехов в будущем. Bu ko'rinishning eng esil paytlaridan uzundilarni havola qilish orqali biz sizning mazkur ko'rinishni yana bir qatim ko'rib, bahir ilishingiz uchun mumkinchilik yaratib bermoqchimiz. Qani marhamat.
bolsa Мәңгілік мәшрәп мушу yerda аяклашты. Bu meşrepni görgenler herkes unutmaydı. Sizler bilen bolgan Doppalay piyasachilari Gözel ve Bavdun. Alayida Doppalay komşun. Xayri xoş.